Assalomu alaykum, hurmatli hamkor uy-joy savdo kuzatuvchilari. Emirates ro'parasi festivalda oldi. Haligi Akkomskiy dom deymiz. Mana chiroyli temir eshik. O'zi ham qalinligi ham konkretniy ekan. Kirganimizda mana bu kadastrga kirizgan ekan. Alohida yana koridorcha qilib, mana nimasini ham, svetini ham 220 volt konkretda bo'lib turadi. Mana bu yana kirish eshigi shu yerdan bo'lgan, tashqariga qilgan ekan. Mana prixoshka, aynalasiga eshik. 4 etajli edi. 3-etaji 100 kvadrat. 3 ta konditsioner. Kontrni atrofida kirganimizda 10 tomonda sanuzel. Verandasi ikkita bo'ladi ularda. Pollar parket polностью. Ikkinchi konditsioner. Mebellar ham yaxshi holatdagi. Polni qoladi. Kirganimizda chap tomonda kladovka kattagina. Yana kiyim ilgani. Ro'parada zal ekan. Mebellar tilizada olib chiqatar ekan. Mehki mebellar qolar ekan. Zal mana verandasi eni 2,5, uzunligi 12 metr. 3-chi konditsioner bundan. Xolodilnikni olib ketar ekan. Mana Emirates ro'parada. Mana narsada polniy qoladi. Kuxnya ham polniy kafel. GFS gaz plita. Kuxni garnitur holati zo'r turibdi. Bu zaldan kirganimizda ro'parada kladovka ekan. Xolasa qo'shni tevadagi qo'shni nima qo'ygan ekan? Sanuzga qo'ygan ekan. Sanuzga qo'ysa ham bo'lar ekan. Mana yana bitta spalni. Mana shu spalni kravatini ham olib ketar ekan, yaxshi ko'rar ekan. Mana ikkinchi nimasi mana. Verandasi. Закрытый двор. Yana bitta детский. Nimadan ham nimaga chiqsa bo'ladi verandagi.